Yosh avlodni ona tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash har birimizning burchimizdir. Bu borada ularga kerakli maslahat va yo'l yo'riqlarni ko'rsatishni kundalik vazifamizga aylantirmoqimiz kerak. Zero tabiat insoniyatning e'tiboriga, e'zoziga muhtojlik sezgan hamma vaqt. Shu bois Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining axborot xizmati xodimlari umumta'lim maktablarida bo'lishib, o'quvchilar orasida ochiq dars tashkil etyaptilar. Unda ichimlik suvini isrof qilmaslik, unga beparvolarcha munosabatda bo'lmaslik, tejab ishlatish yuzasidan ko'rsatmalar berilyapti. Bu galgi ochiq dars Andijon shahridagi 7-umumta'lim maktabida bo'lib o'tdi. Andijon shahridagi 7-umumta'lim maktabiga Andijon suv oqova xodimlari kelib, ochiq dars o'tib berdi. Bunda o'quvchilarimiz o'ziga kerakli xulosalarni oldi, suvni tejash, uni asrab avaylash haqida o'z bilimlarini oshirishdi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bunday uchrashuvlar ko'p bo'lishini biz juda ham xohlaymiz va maktabimiz ma'muriyatidan suv oqova xodimlariga kattakon minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ochiq dars sabab bo'lib maktab faoliyati bilan qiziqdik. Bu yerda 63 nafar ustozlar 860 nafar o'quvchilarga sifatli ta'lim berish maqsadida bor tajribasini ishga solmoqdalar ekan. Ular tomonidan o'g'il-qizlarga ona tabiatni asrash, ekologik musaffolik yo'lida birgalikda harakat qilish, eng muhimi suv bilan bog'liq ma'lumotlarni yetkazishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Eng muhimi ta'lim muassasasida ichimlik suvi ta'minoti yaxshi yo'lga qo'yilgan ekan. Bu safargi ochiq dars mashg'uloti ham foydali bo'ldi va o'quvchilar undan o'zlariga tegishli xulosa chiqardilar degan fikrdamiz.